Bo'ldi. Musofirlarga buni bittasi bonus. Bittasi bonus. Buni ikkitasi bonus. Buni ikkitasi bonus. Buni 5tasi bonus. Buni 5tasi bonus. Hammasini olsa endi 8ta bonus. 8ta bonus, hammasini olsa. Musofirdan oldim uka, mana shu o'zim Amerikada yashayman, o'zim Xitoyda yashayman uka. Agar ish qilaman desa elbi 8tasiga pul bermay qo'yishaveradi. Bu degani elbi 35 million. 35 million. 35 million bonus bo'lyapti. Bonus elbi. Telefon qilsin. Agar bunaqa video qachon ko'rgansizlar? Bitta kommentariy yozib o'tib ketinglar. Akalar 8ta bonus kim? Mana endi ikkinchi partiyamizga sariqlaridan chiqyapti. Akalar sariqlarida ham o'ta noyoblari bor ekanda ichida akalar, mana qaranglar. Olapakki so'raganlarga olapakki bor ekan akalar. Hozir videoda boshida aytib ketay sizlarga. Assalomu alaykum O'zbekiston qo'y bozori kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva ishqibozlariga hurmatli obunachilar, bugun hafta kuniga juma. Hammani juma ayyomi bilan tabriklaymiz akalar. Bugungi sanamiz akalar 25-aprel 2025-yil akalar. Biz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Dev Tekstilning oldidamiz. Akalar, bugungi video syomkamizda akalar juda katta partiyada qo'chqorlarimiz kelgan. Ko'pchilik obunachilarimiz kecha tushayotgan jarayonni ham ko'rgan. Ashulada bugun akalar narxlari bilan sizlarga chiroyli qilib hozir partiya qilib bo'lib berishdi. Narxlarini, dastlabkilarini, hamma ma'lumotini akalar video davomida tushuntirib berishga harakat qilamiz. Kanalimizga mehmonlar bo'lsa, albatta o'ng tarafda qizil pastda tugmasi bor, shuni bir marta bosib bizga obuna o'tpasizlar. Shunda biz chiqarib borayotgan, biz kirgizib borayotgan videolarni birinchilardan ko'rishga muvaffaq bo'lasizlar. Hurmatli obunachilar, sizlardan so'rab qo'ygan narsamiz albatta akalar obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, like bosib, chiroyli kommentariy yozib turasizlar akalar. Bundan-da zo'rlansizlar chiqarishga davom etamiz akalar. Hurmatli obunachilar, like bosinglar, syomkani boshladik. Xo'p. Bugun nech partiya ko'rsatamiz obunachilarga? Bugun o'sha kecha kelgan 250 bosh qo'chqorni video qilib chiqardim. 250 bosh, ha? Ha, buni bo'lib qo'ydik. Hozir batta 160 tasi endi. Batta 160 ta. Batta 160 ta 27 ta sariq ko'ki bor ekan. Sariq, pariq, ola, pola, ha, ajratib berlar. Mayli. Akalar. Hammasini o'zini ishqibozi bor edi. Mana boshida qashqasi borlar bitta qilib qo'ydim. Hammasi qashqa. Akalar, qashqa qo'chqor boqaman deganlarga, ola oyog'idan boqaman deganlarga bitta qilib qo'yishibdi. Videoda oxirigacha ko'rsalar ham bo'ladi. Ham misol bir partiya, ikki partiya qilib chiqarib, 3 partiya chiqarganda hozir bu bir partiya. Keyin qarang, hali optimallaydiganlarga vidni qilib qo'ydim. Buni ichida bir tekis, qo'y. Bir tekis, ha? Maydalarni ajratib qo'ydim. Ichidan chiqqan 30 ta 40 ta o'zimga kichkina ko'ringanlarni ajratib qo'ydim, bir xil qilib qo'ydim men. Kelaman. Ko'zlari kichkina ko'ringan, maydalarni olib qo'yishibdi. Shoqi bor, kichkinasi, eta arig'i, mana eng maydasi. Ey, mashlar 250 deb qo'ydi maydasiga. Ajratib qo'yilibdi. 40 tani atrofida maydalarni ajratib qo'yishibdi. Endi mana ular nima qildi? Ko'rsatdim. Endi bular hozir xili qop-qora hisorlar. Sizlarga men tushuntirib beray akalar. Hammasi tekis. Buning ichida masalan katta kichik unaqasi yo'q ekan, bir-biridan farq qiladigan xudoolasi yo'q ekan. 90 ga 10 ekan shekillida hisobda. Men ko'rishim bo'yicha ham. Misol farq qiladigan bo'lsa 10% chiqishi mumkin. Bo'lmasa chiqmaydi deyishyapti. 160 ta qo'y, asli eng xil ekan 250 ta qo'ydi. Keyin sariqlarni qilib berishgan, qashqalarni qilib berishgan. Narxlarini hozir chiroyli qilib yoritib beramiz. Like bosib kuzatishsin, Elbek. Like bosib kuzatishsin, chiroyli video qilib beramiz. Narxi ham вообще arzon bo'ladi. Narxini ham shu arzon qilib berishar ekan akalar. Qurbon hayitiga zakazini o'tibdi. Qurbon hayitiga boqsalar tirsillab ketadigan, yeyishi ham zo'r ekan qo'ylar. Qornini qaranglar. O'zi mana kecha kelganda ko'rgansizlar, qornini qana ichiga yurib yotibdi. Endi sekin charchovlari chiqib qo'yiladi ekan qo'chqorlar. Like bosinglar ketdi akalar. Obunachlar qo'chqorlar mana chiqishni boshladi, qaranglar. Ketib tugamaydi bular, mana qaranglar akalar. Mana akalar, haqiqiy mana qo'chqor so'ragan, kashtan so'raganlar, kashtanlaridan ham bor ekan ichida. Mana qaranglar. Tish buzishga o'tayotgan qo'chqorlar hozirgi paytda juda kam akalar. Tish buzishga o'tayotgan qo'chqorlar. Hozir internetlarda ham, bozorlarda ham ko'payib ketgan, qo'zi ko'payib ketgan, nihoyatda qo'zi ko'payib ketgan. Elbek menga qurbon hayitiga boqib, yemlab, tayyor qilib sotaman deydigan akalarimizga, 100 ta, 150 ta, 200 ta boqaman deydigan akalarimizga mana asosiy zakazli video bo'lyapti akalar. Qo'chqorlarga o'zlari ham bitta baho berib bersizlar. Svetiga, toniga akalar, bo'y vestiga, mana dumbalariga akalar. Ko'pchilik akalarimiz misol osilgan dumba boqmay qo'ygan 1 yil 2 yildan beri masalan mana dumbasi kamadan olaman deyapti-da. Nimaga hozir qassob ketdi, dumbasi osilgan bo'lsa ham qassoblar ham dumba ketmayapti deb nima qilishadi. Dumbalari tikka, yorma dumba, tikka dumba, raketa dumba deydi, mana shunaqa ekan. Hammasi akalar. Hozir mana bitta o'tkazib ham ko'rsatib beramiz. Optim qo'yam masalan videoda qanaqa ko'rinadi, qanaqa emas. Qo'shlarni endi tushuntirib akalar chiroyli qilib ko'rsatamiz. Asosiysi akalar qo'ylarni bo'ynilariga ahamiyat beringlar, bo'ynilariga. Uzunliklariga qo'chqorlarga gap yo'q ekan.
Akalar. 2 tishga o'tgan. Hozir bular endi bir 10 oy, 11 oy, 12 oy atrofida, to'g'rimi? 12 oy. Bu kallalarni o'tib qo'ying. Kallasidan tanib olishaveradi, necha oyligini. Mana akalar. Kallasini qarang. Kallaga ham bir tishini o'zi maydalab. Xudo xolasa bir oyda 2 yashar bo'ladi. Bir oyda 2 tishga o'tadi deyilyapti. Agar ularga qo'chqorlar haqiqatda borib boqadigan ekan, yeganini qaranglar qo'chqorlarni. Yeganini. Gap yo'q amalang. Mashaqqa haydaylar, o'sha eshikdagiga olib olamizmi? Yo'q, ishini qaranglar. Gap yo'q amalang. Bor, bunchalik qilib buncha qo'ydi yetishtirib, bunchalik olib kelish o'zi oson emas. Buncha qo'ydi olib kelish o'zi oson emas, akalar. Shu akalarimiz mehnatiga mana shunaqa qo'yib topib, obunachilarga yetkazib olib kelgan mana shu akalarimizga bittadan like bosasizlar. O'z fikrlarini havas qilganlar bo'lsa, mana shu kommentariy yozib qo'yasizlar. Mana qo'ramni mana shu qo'yib boqish nasib qilsin degan akalarimiz, niyat qilgan akalarimiz kommentariy yozib qo'yasizlar. Gap yo'q amalang qo'shqonlar. Bir ushlab ko'rsatganim yo'qki, buning ichida bir tekis ekan. Bo'yar. Bir tekis ekan, ha. Buni ushlab ko'rsatishda o'zi hojati yo'q, qaranglar akalar. Ko'rson bo'lib ketganda qo'shqonlar qaranglar, suvaylari buzuq. Yo'q, yeyishni qarang. Mana bo'ynilarga ham beraylar, yonini olib bering mana. Xo'p, buni bo'ylarini nechiga beramiz endi obunachilarga? Bo'yar elbi 80 plus 85 gacha oldi. Oldi 85 gacha olasizmi? Hozir metrda ikkitasini o'lchab qo'yamiz. O'zi ko'rib turishdi elbi. Bir-biridan farq qilmaydi. Farqli yonlari uyda qoldi. Ajratib qo'ydim. To'g'ri. Akalar 80 plusdan 85 gacha olaverar ekansizlar. Qo'chqorlari. Tuya kelsalar akalar bemalol tanlab olasizlar, xotirjam. Hurmatli obunachilar, mana shunga boshladi. Eshik tagiga olib kelib, mana to'plab oldik qo'chqorlarni. Endi shutasini o'lchab ko'rsatib qo'yamiz. Vaqt cho'zilib ketadi. Eplab bo'lmayapti bular. Yomon charchagan. Vallahi tobi yebdim. Elbet 81-82. Mana kelar bo'ylar. Juni yo'q, buni bosib, qo'lingizni bosib ko'rsatib qo'ying. Mana kelar. 81-82. 81-82. Mana ham qalaqon. Mana ham. Akalar yaxshilab ahamiyat beringlar qo'chqorlarga. O'lchaganimizdan keyin qo'ylarni ham bitta orasiga qo'shiladi-yu. Ha. Ko'rsatib qo'ying nimasini. Endi orasida turishini. Qani? Buni soni ko'p, buni ko'rsatmasak bo'lmaydi endi. Qanaqa yerga qo'yilyapti, nima aytadi? Qani? 84. 84 mi? 84. Xo'p. Qani qo'shimcha qo'ylar. Qo'yni orasiga qo'shib oling. Qo'shing, qo'yni orasiga qo'shing. Bo'yini farqlab olsin. Farqini ko'ring. Ko'rasizlar? Yoniga kirganda. Qashda kerak 1 sm, 2 sm plus minus ekanda qo'chqorlar bor. 80ligi xudo xolasa kam ichida oldi 85 ta atrofida qo'y. 83, 82, 84, 85 shunaqa. Endi mana mo'niza, salom. Ya, to'g'ri tur. Qo'lni tekis qiling. Boshqatdan havo olsin. Mana metr pastga qo'yilyapti. Nechishga endi? 85 plus 85 ровно. Biz hali gapiryapmiz-ku. Aqlli odam hali yozib qo'yish oson-da. Mencha chiqmaydi deydi. O'shaning uchun ko'rsatyapman. Ko'rsatyapti. 80ligi kam, sirli 85 atrofida 85 plus. 85 bo'yini hisobini olishaveradi. Hozir narxi aytilganda, akalar, narxi aytilganda, shuning uchun mana shunaqa santimetrli qo'ylar necha pul? Ili narxida emasda hamma gap, akalar, bu qo'yni o'ziga ham ahamiyat beringlar-da. Kallalarini ko'rib qo'yadi. Bo'ynilarni ko'ryapsizlar, mana bo'ynidan akalar, uzunligini qo'ydi. Sortiga asbobiy bitta to'xtalib o'tib ketinglar, akalar. Qog'ozini qo'ying, salom. Taroziga ham tortib qo'yamizmi? Buni tortmasa bo'lmaydi. Buni soni ko'p endi. Taroziga ham tortib qo'yinglar. Agar hozir buni men sizga ko'rsatmaydigan bo'lsam, elbet tarozisini bu mincha kelmaydi, mincha aytib qo'yish ham oson. Biz aytgan kilo chiqadi hozir mana shu yerda endi. Lekin ko'rsatib qo'yamiz. Taroziga ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Endi o'rta sredniyroqdan boshqa. Shu o'ring, bir chekkadan shu o'ring. O, oldilarida kattalari ham turibdi. Hozir kattasidan ham qo'yamiz, kichigidan ham qo'yamiz. Endi baribir ustiga kelib ko'radi hozir ko'pchilik. Kelib ko'rishsin, xullas elga olishadi. Qo'yib ko'rib, nimaga? Ishtahasini ko'rib hayron qolishadi. Qo'yib to'ydirib bo'lmayapti.
69 kilo akalar mana. 67 kilo. 67 kilo. Shurada. Necha kilo keldi? 67 keldi. Mana shuni o'sha monga solishtiraylik. Moya belli bo'yi 81 kilo mana shu qora. Mana shuni. Olib keling tiloni. Ikkovini qarang tursin. Bo'y vasini qancha? Balandroq ekan. Ha, bo'yida 3 sm, 2 sm farq bor. Lekin yoniga qo'ysangiz bir teng turaveradi. Yasizmi? Ko'rasiz? Ba'zi hozir mana ko'rinmay qolyapti, nariga qo'chib. Tarozisini ko'ramiz. Qo'yaveramiz. Shu kattaroq ekan bu. 70 chiqsa kerak bu. Egasi 70 dan baland oldi degan Elbi. Endi o'zi kecha keldi-ku, charchovlar tushgan ham qo'shiladi kilo, to'g'rimi? Necha chiqdi? 70 kilo. Yo'q. 69. 69 kilo. 69 kilo. 69 bilan 70 da o'ynayapti. Bu 69 bilan endi bunaqada. Olmoqchi bo'lgan odamlar mana shu qo'ylarni 75 kilodan hisoblashaversin oldin. bu 75 kilo chiqadi endi 5 kun damini olgandan keyin chiqadi, 5 to'g'rimi? kun 4 kunda Elbi. Nimaiki egasi oldi 70 kilo tevasida degan. Oldi 70 kilo. 75 kilodan kam kelmaslik kerak. Xo'p, kichikroqdan ham tortib qo'yamizmi? Tortamiz, o'sha alohida. Tortaveramiz. 5-6 ta ko'rsatib beraylik. Olishga oson qilib. Yangi qilingan tarozi ham. Hop. 72 kilo. Necha kilo? 72 kilo. Bu. Chiqaraver. 72 kilo. Vaqt cho'zilib ketmaydi. Bu qanaqasidan? Shu o'rta srednisi. O'rtasi. Kilolardan ham keyin hozir. Bilasizmi? Necha Bu kilo? tegilga hech qatga teggan yo'q bu. 65 kilo. 65 kilo. Qo'yib yuborib keling salonidan chiqib. Bu farqini ko'rdingmi? Qanaqasidan? Kichikroq endi, kichkina. Kichikroqmi? Badani ham yaxshi ekan qo'ylar, lekin badani ham semizak. Bu kichikroq ekan bu. Bo'yi 80. Monika Elbi, hali endi o'lchadi-yu 83 83 chiqdi bu qo'y. Mana, endi kilosini ko'ring. Bu endi yem yemagan lekin. Dalada yurgan, ha, shu holat degan. 57 kilo. 57 kilo? 57 kilo. Ko'rdingizmi? 7 kilo farq qilyapti. 7 kilo farq. Lekin shu ham joyida 63-64 kilolik qo'y. Endi hozir bularda shu sredniy o'sha 55-60 kilodan boshlab 75 kilogacha hisoblashadigan, to'g'rimi? 50 soni ham tortib bering. Charchovlar chiqqandan keyin ko'rasizlar mana shu kichkinasi. Mana endi bu ham kichikroqmi? Bir-biridan baribir katta kichiklik uncha farq qilmasa kerak. elli 58 kilo. 58 kilo? 58 kilo. Hozir endi qarang. Hozir 65 55 kilodan 70 kilogacha beraman. 55 kilodan 70 Olgan kilo. odamlar. Lekin bir haftadan keyin tortishsa 65 kilodan 80 kilogacha keladi. To'g'ri, bu chiqadi. Qo'ydi, Charchovlar chiqqandan keyin chiqadi bu qo'chqor. Nimaki bu dalada yurgan qo'chqorlarga o'zi qonni to'yib charchovsiz o'zi 5 kilo qo'shiladi bu qo'ylar. Mana qo'ylar qarang, mana. Mana mana bo'yniga, mana to'niga ahamiyat berilgan. Challarini ham ko'rsatib beraylik mashidan. Bo'l, to'q qo'y, to'q qaranglar. Mana qo'chqor ekan. Shu. Qo'ydi. Qarang. To'niga ahamiyat beryapsizlarmi? O'zi yangi olingan ekan, Kallasini ham juni. ko'rsating, garbanoslarni. Juni yangi olingan ekan, shunda ham mana ko'ryapsizlar, jichi o'stirib tulab ketdi. Mashina ham tortib bering bu. Tortib mana shu qo'y. Torting. Ham akalar. Zotga fosalayni ham yaxshi bo'ladi, yaxshi. Ichida kamida 50-60% zotni qo'yaylik o'zi. Lekin go'sht yo'llanishida yo'llanishida beramiz. to'g'rimi? Xudo xolasa. Soni yo'q. 66 kilo ekan. Nechi kilo? 66 kilo. Endi sredniy hozir. Shuni hammasini taroziga qo'yib yuborsangiz 65 kilodan kam aylanmaydi. 65 dan, ha? Pasi ham mana ko'ryapsiz, o'zi 60 kilo kelyapti. Pasi ham, salkam 60 kilo. Bo'ldi, endi bo'lmasa buni 70 kilo. video cho'zbaylik, yana 2 partiya bor. Hammasini olsa dastlabki qatgacha Hammasini olishsa, endi O'zbekiston bo'ylab qilib beraman. bitta, to'rtta, 5 ta olganlargacha. Bitta, to'rtta, 5 ta olganlarga ham qilib beraman. Telefon qilishaveradi. Hozir mana gazlar, VIP, narx oshib qolgan bilan misol 50 ming, 100 mingda buni bitta qo'ydi yo'l kirasiz. Bo'ldi, O'rtada kelishamiz. Kelishinglar, to'g'rimi? Qolaveradi. Dastlabki muammo bo'lsa, Bitta olsa ham telefon qilaversin. bitta olsa ham pul olaversa. Dastlabki olib borib berishadi. Xo'p, pulni nechi puldan deymiz? Hammasini bir joyga. Xo'p, bitta joyga olsa, 4,5 milliondan kami bor o'tib beraman.
4,5 milliondan kami bor. 50 ta, 60 ta, 70 ta oladiganlar shunday kelib turib o'rtasidan haydab olaveradi, ularga ham 4,5 dan o'tib beradi. Ha, to'g'ri bo'laveradi. Bu o'zi bir xil eganda, o'zi pashta shuni tushuntiryapti. Ko'rsatdim maydasini. To'g'ri, maydasi ajratib ketilgan, to'g'rimi? Bu o'zi bir xil qo'yildi. Xo'p, qanchadan kami bor 4,5 dan? Videoda o'taylik. Hammasini optimga bir joyga, masalan, yanada yengil qilib yuborsangiz, bitta ketadi hammasi. Lekin 4,5 dan ham arzon. Yo, bilganga arzon mencha qo'yib. Ha, 4,5 dan ham arzon o'zi. Endi bu keladi, ketadi. Akalar mashq qo'ydi bor, Qurbon hayitgacha boqinglar, men aytdi deysizlar. Shu zo'r bo'ladi. Ular qaranglar. Qonniga ham yo'q. Qanaqa yo'g'on qo'ylar. Semiz akalar, mana shular. Semiz edi. Akalar, to'g'risida hozir mana 71-72 kilo chiqqandan akalar oldin so'yib yuborsalar ham 40 kilo go'shi bor-da. So'yib yuborsalar ham akalar 40 kilodan oshiq keladi o'sha 70 kilo kelgani. Hisoblang olib o'ylang. Bu endi go'shtga hisoblanmaydi, lekin bu boqma qo'y ekanlar, boqma qo'y. Bu yemagan. Bu yemagan. Yaylovda yurgan qo'y. Qo'yni qaranglar, mana qo'y. Olov olgan mashina. Bo'ldi, qaytarib. Dummani qaranglar. Uyushtor qo'y bo'ladi. Dummani qarang. Buni qarang mana etin. Mana ko'ryapsiz? Zapaskani qaranglar. Mana zapas. Mana qo'ylar bir kelib qolibdi bunaqasi lekin akalar olib qolinglar bor-ku. Katta fermer akalarimiz bor-ku, 300 ta, 500 talar boqadigan. Ha? Ashular qo'yni ko'rayotgan bo'lsa, o'zi yuragi jizzaydigan qo'yda. Nimaga? Ko'pchilik mana shunday qo'y boqadi. 500 ta, 600 ta boqadiganlar. Bu qo'zi olib boqmaydi endi. Qo'zini ish qo'zi boshqa bo'ladi. Lekin katta partiya qo'y boqadiganlar mana shunday qo'yni yemlab boqadi. Nima bu tayyor narsa endi. Qanchadan kami bor 4,5 dan? Hammasini olib beraman. Hammasini olib. 4 million 400 dan. 4 million 400 dan hammasini olishsa qilib beraman, gapimni eshitib turing. Xo'p, 30 tadan, 40 tadan ko'p olganga 4,5 milliondan ketaveradi. 30 ta 40 tadan ko'p olgan. Shuni haydab olganga elbi, misol uchun haydab oladi-yu. Haydab olganga 4 million 400 mingdan beraveraman. Xayri bormi yana? Telefon qilsin, optim olsa xayri bor. Kami bor, to'g'rimi? Telefon qilsin, misol 160 tani bitta joyga olaman uka. Joyim bor deydigan bo'lsa 44 dan o'tib beraman. Lekin o'rtadan sizdan haydab 75 tasini yo 50 tasini haydab olaveraman desa 4 million 400 mingdan. 4 million 400. Ha, telefon qilsa aytgan narximizdan hammasini aytgan narximizdan kamroq o'tib beramiz. Endi misol aytilgan narxdan kami bor ekan, lekin qo'ylar arziydi bor-ku. Kela mana ko'ryapsiz-ku endi. Oldi 70-71 kilo kelyapti. 70-71 kilo. Ashunaqalarini ichidan terib 5 ta, 10 ta olaman deganlarga insof bilan kelishamiz. Kelishinglar. Ha, nimaiki mana past 57-58 keldi, to'g'rimi? Mana shu qo'y ham joyida 64 kilolik qo'y o'zi aslida, lekin 57-58 keldi. Oldi 71. 10 kilo, 12 kilo farq qilyapti kilosi. Oldi bilan pasti. Kelishamiz, insof bilan kelishaversin. Mana shuning ichidan 10 ta ajratib bersangiz, masalan 57, 58, 55 kilolikdan ajratilsa. 10 ta. Eng bashta ishda eng pasm. 42 dan qilib beraman. 4 million 200. 4 million 200 dan. Sipcha o'tib berasizmi? 4 41lardan bilan hamma. Yana o'tib beraman. 10 ha gap. Endi bunaqada, misol kichigi deyapsiz-ku endi. Ha, kichigi. Bu o'zi kichigini ajratib qo'yganman. Misol Yo, endi aytaman-da, mashina mashpartiyadan olaman deydi-da, mana telefon qilgan odam mashinadan qilib bering. Bu ikkovi bir xil narx, mana misol bo'yi. Ha, qarang-da, mana. Qarang, bir xil, ha, bir xil. Ko'ryapsiz. Monisi 65 kilo, monisi 55 kilo kelishi mumkin-da. To'g'ri. Lekin bir xil narsa ikkovi. Xolosini ko'rib olamiz sizlar, naqli kelib to'xta kishiga. Kelsa mana endi tarozi bor. Taroziga qo'yib beradigan mana bolamiz bor. Taroziga qo'yib beradilar. Kilosini ko'rishadi, bo'yini o'zlari metrlarini olib kelsa, metrda o'lchab olishadi. O'lchab, hamma sharoit bor, ha. Bo'yini 85 ga beraman, kilosini 55 kilodan 70 kilogacha beraman. Hozir shu holatini elbi. Qo'yiq suyuqqa 4 million 400 mingdan beraman. Optim olganga telefon qilsa xayri bor. Ichidan 40 ta, 30 ta, 50 ta terib olaman deganga 4,5 milliondan elbi. Maydasini chiqarib ber desa, shuni ichidan 42 dan qilib beraman. Optim olsa 44 dan kami bor. O'tib beraman. Optim olsa 44 dan. 160 dan hammasini olsin. Hozir gapim chala qoldi. Mashina ichidan 10 ta o'zingiz ajratib bersangiz, musofirdan ilon qilsa 4 dan ketaveradimi? Musofirdan qilsa 4 dan ketdi. 4 dan ketdi. Musofirda obunachilarga ketdi. Keyin mana shu 250 ta bu qo'ydi soni ko'rishgan. 250 tasini hammasini olaman desa 5 ta bonus edi. 5 ta bonus, ha? 5 ta bonus. Narxini kelishamiz, elbi. 5 tasini bonus qilib beraman. 5 tasini. Agar muqayda bunaqa bo'lmagan. 250 ta qo'ydi, hammasini bir joyga olsalar ham 5 tasini shunday bonus qilib yuboramiz deyishyapti. Shunday pul bermaysizlar, 245 taga pul berasizlar, ketaveradi. Hammasi narxi kelishiladi. Videosi tashlab turadi. Tashlashadi. Mana ko'rib turganlar ham 160 ta. Mashinadan telefon qilsa 10 ta 42 dan, musofirdan telefon qilsa 4 milliondan. 4 million. 4 million.
Akalar mana shu O'zbekistonda o'zidan telefon qilsalar ham 4 million 200 dan o'zlari uni ajratib berishadi. Lekin musofirda akalarimiz telefon qilsa 4 dan katta akalar u akalarga. Telefon qilaverasizlar. Keyingi partiyani ko'ramiz. Boshqachalar bor. Sariqlarni ko'ramiz. Hozir eng qiziqlari endi chiqadi akalar. Hurmatli obunachilar, mana endi ikkinchi partiyamizga sariqlaridan chiqyapti akalar. Sariqlarida ham o'ta noyoblari bor ekanda. Ichida akalar, mana qaranglar. Olapakki so'raganlarga olapakki bor ekan akalar. Hozir videoda boshida aytib ketay sizlarga. Olasidan so'rasalar ham olasidan bor ekan akalar. Ko'kidan so'rasalar ham ko'kidan bor ekan. Ile bunaqa sveti bor-ku akalar, mana bunda jigarrang sveti. Bunaqa svetlardan ham bor ekan. Eng qizig'i. Hatto akalar hozir 1 xil, 2 xil, 3 xil, 4 xil svet bor ekan mana shu yerda, bor. 4 xil svet ekan. Akalar bo'ynilariga ahamiyat beringlar, qo'yiladi. Bo'ynilariga, kallalariga ahamiyat beringlar mana. Turishini qaranglar qo'chqonlar, mana. Biz uchun elbi Ko'ryapsizlarmi? sifat muhim. Vobshe uzun ekan bor, qo'ylar. Sifat muhim elbi, birinchi o'rinda elbi. Hamma narsani bozorga ne chiqsa, meva bozorida ham, mashina bozorida ham elbi. Birinchi o'rinda sifatli sotiladi. Sifatli sotiladi, to'g'ri. Keyin besifatini noiloj oladi. Lekin bunaqa go'zallarini, jononlarini olib kelib qo'ygandan keyin elbi mana, qarang, qo'shqonlar. Kallasini, Kallalarni qarang. oq tumshuq, oq ko'z. Ranglari o'ta noyob. Qo'zoylar bo'ldi. Kirib ketib qoldi, tashqariga chiqa oldi, obunachilar. Xo'p, buni soni nechta batta? Buni qarang elbi. Unaqa. Kalla garvani o'tlarni qarang. Shunda polvon bolani eplab ketgan. Mana bu qo'llar qarang. Sifatini. Rangi toza ekan. Qo'ya ushlasa bo'ladi, tiralyapti. Bor, ushlamasdan ko'rsatish Buni kerak. bo'yini ko'rsatib qo'yaylik bularga. Buni ham bo'yini ko'rib qo'yaylik elbi. Bo'yini tarozida ham o'lchab olaylik, sirasi bo'lmasa. Keyingi partiyani Qashqalarga ham navbatni beraylik. Mana garvani o'zini qarang. Qo'ydi kallasini. Bunaqa qo'chqonlar bor, to'g'risi bor. Bu qo'ylar maqtash bo'lsa, anchadan beri bunaqa qo'chqon kelgan yo'q. Kelgani yo'q. Bitta meni kanalimga emas, boshqa kanallarda ham to'g'risi. Endi men shu gapni ishlatmayotganimiz sababi bor-da Elbek. Hozir besifat qo'ydi ham o'sha bo'y 90 chiqyapti-mi? Yo'q. 85. 85 mi? 83 ekan. 83. Buni ham. 83 ekan. Buni ham. Nechi? 85 ekan. Rovna 85 ekan. Rovna 85 ekan. Men bu gapni ishlatmayotganim sababi Elbek hozir bor-ku. Qo'y bo'lsa 4 ta oyog'i bilan yursa, shu qo'y bo'lsa nomi Elbek. O'shani ham endi kelyapti. Bunaqasi kelgani yo'q deb chiqarishyapti Elbek. Qo'y mana bugun zo'rini olib kelyapman men Elbek. Ertaga bundan ham zo'rini olib kelishim mumkin. Bundan ham zo'r, a? O'zi obunachilar, ko'p obunachilarimiz biladi o'zi. Men aytaman, hali bunaqasi kelgani yo'q demayman-da Elbek. Lekin bir yilda hisobidan mana 2025 hisobidan endi kelyapti Elbek. 2025. Biz o'zi to'rt yaxshi qo'yib kelamiz. O'zi ko'p obunachilarimiz biladi o'zi. Yo'llar endi kelyapti. Mana ko'rsatib chiqing, hammasi kami yo'q, tikka dumba, suvayli qo'yiladi. Hammasi. Bu olalar tushaylik, dorber bilan nariga olamiz. Darmatit deydi. Mana qani, akalar. Olasidan so'ragan Zahradan olib beray mana. Rashi chiroyli ko'rinadigan bor. Andijonda katta aka bor. Qo'shqo'g'alar bor. Mashinalarini boqadi, ikkita qilib. Aka Toshkentga nech pul aka? Siraz baraka qilaylik mana shunaqasi. Hozir sira telefon qilishadi hozir. Videoni qo'yaman, sira joylayman, katta aka. Toshkentga xudo xohlasa ketadi. Bo'ladigan qilib aytdim. Bo'ladigan aka. Ikkovini 4,5 dan 9 ga dastlabkasi bilan Toshkentga qilib beraman. 9 million berilaveradi. Agar musofirdan telefon qilyapman uka, oldim desa 8,5 million. Musofirdan telefon 8 ham berib yuboradi mana shu. Ikkov. Gap, akalar musofirdan qilsa 8 ham berib yuboradi. Aynan bo'ldi mana. 8 ham berib yuboradilar ekan. 8 ham seriyozli gap bu qo'ydi. Bermaydi 8 ham. Endi 9 ga ham 4 milliongacha akalar 4 milliongacha belgi qo'zi sotilyapti, bormi? Ular qani, mana. Zapaskani qarang. Vashshe kuchli ekanlar akalar. Mana boqadigan qo'chqonlar endi keldi akalar. Yemlasizmi mana? Uka. Hammasi nech pul? Hammasini bitta joyga olsa 4,5 million. 4,5. Kami bor. Telefon qilsa xayriga o'tib beraman. Telefon qilsa 5 dan, 48 dan uka bunaqa qo'y chiqmayapti, 47 dan deganim yo'q. 4,5 milliondan Elbek telefon qilsa xayriga o'tib beraman. Telefon qilsa ham xayriga o'tib beraman ekan. Endi Elbek bo'lsa meni qo'ydi Elbek. Elbek. O'zini addenni chiqarib qarang. $500 qo'ysam oladi bu. Oladi bu. Qo'y 85. To'g'ri. Kallani vit qarang. Baqa bitta qo'ymanchi.
Agar 500 dollar haqiqatan shu qo'ydi bor-ku. Bitta zora kelib qoldi deb turib borib 500 qo'ysa borib, indamay oladi. Ketdi mana. Ketaversin egasiniki ketyapti. No'g'aylar, qo'chqorlar. Qo'rg'an endi. Dikki ekan, mana dikki qo'chqorlar. Buni qayerda beradi? Endi mana shu qo'ydim, misol 5 millionga bermaydi o'zini. To'g'rimi? Nech pul kami bor, 4,5 beradi. Misol uchun 5,5 berish mumkin-da, bitta ikkita olib kelib turib odamlar. 4,5 milliondan. Endi mana olsa yana o'tib beraman. Ha, yana. Bularni o'zini olsa 4,5 bo'lmas, yo bo'laveradi 4,5. Ya buni holarini o'zi bo'lmaydi. 4,5 qo'shsa. 4,5 qo'sh. Mana shunaqasidan bir 10 ta tanlab olsa 4,5 dan ketaveradimi? 5 million bas. 10 ta ichidan terib olaman desa, Elvi 4,5 dan qo'shishadi beraman. Shuni haydab olsa 4,5 dan ketaveradi. Hammasi 4,5 dan kami qanchadan o'tib berasiz 4,5 dan? Bo'ldi, bular ham o'shandan 44 dan ketdi. 44. Ha. 43 dan qilaylik mana shular. Soni oz ekan buni. Bitta obunachimizga ketadi. Bu unaqa emas. 43 dan bermaysiz-mi? 4 million 300 dan katta hammasini bir joyga olishsa. Bu narxini arzon oldim, shunaqdan kelyapti endi. Misolda 4 million lekin 400 dan deyishyapti. bir hafta 10 kun oldin o'zim 4,5 milliondan olib sotyapti o'zim. Bu qo'y. To'g'ri. O'zim 4,5 dan olib foydasiga sotyapti o'zim. Endi bu soni ko'paygani sonidan qolaversin. 4 million 300 dan katta bitta joyga. Soni uchun narxi arzon bo'lyapti. Bu qo'chqordi, qani. Kallasi butun yana qo'yiladi. Kallasini qani. Quloqlar, kallalar, garbonosiga hamda rangi ajoyib svetayga bor. Nima video cho'zmaylik 4 million 300 dan katta bitta joyga. Biz obunachilarga faqat bu bizning kanalda bo'ladi bunaqa narxlar. Kelishsin, hammasi ham ish bitadi. Hammasi ham ish bitadi. Aytgan narxinga sotmayman Elbek. Qo'yim ko'p. Qo'y pulni bo'shatishim kerak Elbek. Menga kelaveradi. Bu kallasini olib qo'ying mashinalarni o'g'illar. Men qo'ydim kallasi qarang. Mana. Bu garvonashini ko'rsatmayapman. Bash qo'ydi egasi ham aytdi. Agar bunaqa garvonas deyiladi. Bularga Hozir ko'ryapsizlar, bular to'g'risida ichidan bitta zo'rini ajratib qo'yib dollarga sotsa bo'ladi, lekin arashan qo'y qo'shilgan ekan. Uni kallasini olib bering, garvanoz. Ha, qayerlar garvanasi. Vashitani, bu dollarli-ku bu. Biz o'rnimizda o'sha nimalari bo'lsa, seleksionerlar boshqa misol mana shu qo'yib bermaydi, menga ham-ku. To'g'ri bermaydi. To'g'risi. Endi akalar keladi, ketadi, to'g'ri shuncha. Kelinglar akalar, ustida tanlab olinglar, to'g'risida. Bunaqa sharoit hozir kamdan kam chiqadi-da, bunaqa 2 ta 3 ta qo'yib olib kelib, bunaqa zo'r qo'yib olib kelib, tanlab ol deydigani kam akalar hozir. Kelaverasizlar, ishlaring bitadi, xudo xolasa. Hammasini olsalar 44 dan emas, telefon qilinglar, xullas. Men aytgan ish bitadi, xudo xolasa. 43 dan zaminlashmayapti, lekin ish bitadi. 43 dan ketdi. Mana to'shlarini ko'ringlar, mana to'shlarini qo'yinglar. Mana. Keling, yana bitta ikkitasi tortib ham ko'rsatib qo'y. Tortibmi? O'zi video ham cho'zilib ketyapti. Qani, ketdi. Qani, necha kilo ekan? 61 kilo, 62 kilo. 62 kilo. Bo'l. 62 kilo ekan. Yo'q, oyog'i tushib qolibdi, ye. Qani? Boshqatdan, mana. Boshqatdan uchun qo'yinglar. O'sha yo'q. Mana yerasizlar 0 bo'ldi mana. Ha, to'g'ri tortibdi. Ko'rganmi? 62 kilo. Ya biz ko'rganimiz yo'q, misol uchun 62 kilo. Oyog'i tushib qolibdi deyishadi. 62 kilo, 63 kilo kelyapti. Olib keling, chiqing. Yo'q, rashan. Mana taxtasi bo'shab qolibdi o'zi. Qarang. Taxtasi bo'shab qolibdi. Qoqib qo'ysalar nima? Necha kilo ekan? 62 kilo ekan bu ham. 61 62 kilo. Bo'ldi, tushaversin. Ya video cho'zmaylik bo'ldi, ustiga kelishadi qo'ydi, bor-ku. Ustiga kelishadi. Ustiga kelsa hammasini tortib ko'rsatib beraman. Hammasini tortib ko'rsatishadi, taroz bor. Video cho'zmaylik, keyingidan ko'rsataylik. 3-partiya. Kelib ko'rish kungacha xudo xolasa eng kami 65 dan aylanadigan qilib qo'yamiz. 65 dan? Ha. Xudo xolasa. Kecha keldi, hali bir sutga bo'lgani yo'q kelganiga. Elbek. Akalar musofirdan telefon qilinglar. Hali bitta olsalar ham bonusini qilib berishadi. Men aytdi deysizlar akalar. Musofirdan sizlar telefon qilinglar akalar. Men o'zim ham shu yerda bo'laman. Musofirdan qilinglar. Hammasini oladigan bo'lsa, Elbek ikkita ham bonus qilib beraveraman. Mana shu qo'ydi. Ikkita ham bonus. Ha. Mashin o'ziga. Endi musofirda akalarimizga ham oson bas Elbek. Necha yildan beri o'shalarda ishlashyapti. Oson bas bu. Uni yaxshi bilamiz Elbek. Hozir shu
4 million 400 dan ikkita bonus olib ketadi. Ikkita bonus qilib beraveraman. Musofirdan qilasiz. Musofirdan qilasiz. Akalar, sraz aloqaga chiqinglar, ola. Musofirda tanishgan bo'lsa, telefon qildiringlar bo'lsa. 4 million 400 dan ikkita bonus ekan. Tushunasiz endi. Foydani qanchadir miqdorini o'shaqa odamlarga yengilroq qilib berish maqsadida aytyapman. To'g'risi endi. Ular musofirdan pul topish oson emas. Optimali selbi 4,5 milliondan kami bor, 44 dan beraman. 44. Optimali selbi. Bo'l, ochiq. Akalar, ketdi 3-partiya Qashqalarni ko'ramiz biz. Qashqalarga nima? Hurmatli obunachilar, Qashqa o'ylar chiqyapti endi. Qashqalardan so'ragan. Qashqa toylari, Qashqa. Qashqa toylari. Janovorlar kallalarni qarang. Kallalari haqiqatda bor, hammasi Sifat shaydolariga rang bosib qo'yilgan. qo'yilsin. Bitta qo'rayganda ko'rasizlar, mana shu 250 bosh qo'yib, bitta qo'ra, bitta hali otardan chiqqan qo'yagan mana. Urg'ay, oyog'im. Kelbi. Oyoq. Oqagan-a? 3 ta oyog'i oqagan. Ilonni janovorlar. 4 ta oyog'i oq bo'lganda dollarli qo'y bo'lardi, bor u qo'y. Uniga ham ahamiyat berib qo'ysin, qo'ydi. Kallasini ko'rsat. Kallalar mana. Chini oching. Buzganga o'xshayapti. Yo'q, qo'ziga. Qo'zigan. Endi biz. Ot. Ikkita orqa oyog'i oqagan mana. Kallarni ko'rsating. Ol tevadan ko'rsating kallasini. Mana keling. Chini oching mana shuni. Qo'zigan. Sinabtali yomon. Toshlar. Bir qarshi keldi. Qo'yib yuboring. Hammasini boshi oq, albatta. Hammasini boshi oq. Boshi oq deydi, qashqasi bor. Hammasini. Hammasidan kelib boshida oqib bor ekan. Qashqasidan boqaman bitta qo'ra qilib deganlarga. Soni nechta edi? Bu 17 tami? Shunaqa 17. 17 ta. Ha, 17 ta, 18 ta shunaqa. 17 ta, 18 ta ekan. Kelib. Ajratib qo'yishibdi. Addenni turadi, mana shu ustiga kelsalar ham ashlarda o'zi jo'natib borsalar ham ashlar o'zini jo'natib borishasiz. Endi Qur'onga qancha qoldi? Salga kichik ko'p bir oy qoldi, to'g'rimi? 40 kun qoldimi? Ha. 40 kun qoldi. Qur'on aytga shu turishi 5 million qo'ydi. Mana shu turishi. 17 tani bitta joyga olaman desa 4,5 milliondan o'tib beraman. 4,5 dan kami bor bular, ha? O'tib beraman. Bitta joyga olaman desa. 4,5 milliondan bularning ham kami bor ekan, telefon qilsa. 7 tasini 42 dan beraman buni endi. 7 ta o'zim chiqarib beraman endi. Buning ichida. Ha, 7 ta o'zim chiqarib beraman, 4 million 200 mingdan beraman endi. 4 million 200 ming so'mdan mana shu ichidan 10 chiqarib ta beradi. kattasini o'zini olsa 4,5 milliondan beraman endi. Talla olsa 4,5 dan ketaveradi, 10 ta. 10 ta tanlab olsa 4,5 milliondan. 7 tasi 42 dan. Optimal olsa 4 million 400 ming so'mdan endi. Optimalsini 4 million 400 dan qilishar ekan. 7 tasini o'zlari chiqarib bersa 42 dan, talla olsalar 4,5 dan ketaverar ekan, keling. Mana shunaqalarni olaverasizlar, 4,5 million. Mana Elbi hozir 250 ta qo'ydi, faraz qiling 210 tasi videoga chiqdi hozir. 210 tasi 40 ta maydasi Bo'ldi, qoldi. bu raqam o'ylama, baqaga. 40 ta maydasi qoldi. Qorada. Maydalarda? Buni ko'rsatmay qo'yaver. Mana. Elbi. Maydalar. 250 ta qo'ydi, eng maydasi. Eng maydalar ekan. Ha. Qo'ylar hammasi lekin maydasini ham rangi toza zo'r, ko'ryapsizmi? Qo'ylar. Mana bu kashtanlardan. Narilar qaragan puli yengil, bular, to'g'rimi? Buni 40 ta soni hammasini olsa 4 milliondan o'tib beradi. 4 milliondan kami bor, ha? 4 milliondan kami bor. Telefon qilsa, o'tib dastavkasi bilan uyim Mo'ynoqda desa, Mo'ynoqqacha boradi. Ha, 4 milliondan jicha kelishtirib bersa ekan, ko'p baz ekan, jicha Telefon kelishtirib qilsa bersa. o'tib beradi. Telefon qo'yinglar. Buni elbek lekin soni 40 ta ekan buni. Buni elbek lekin ziyoniga qo'yyapman. Ziyoniga. O'sha bu Optim zoda shunaqa elbek. Optim savdo endi misol uchun qo'ydi kattasi foyda qiladi, kichigi ziyon qiladi. shunaqa. Ana shunaqa. 4 dan o'tib beraman, Optimal. 4 dan o'tib bermayman. Men qarang 5 ta 10 ta olinganlar bor-ku. 5 ta 10 ta ichidan tanlab olishaversin, 4 million. 4 milliondan tanlab 4 olishimiz. milliondan tanlab olaversin, Optimga kami bor. Bosh oqlar mana ko'rasizlar, addenni hozir qamaladi mana. Hozir buni sonini sanab bering-chi. 16. 15 ta pul berib musofirdan kelib olib ketishaversin, musofirdan telefon qilib. Bo'ldi. Bo'laveradi. Musofirlarga buni bittasi bonus. Bittasi bonus, Buni ha? ikkitasi bonus. Buni ikkitasi bonus. Buni 5 tasi bonus. Buni 5 tasi bonus. Hammasini olsa endi 8 ta bonus. 8 ta bonus, hammasini olsa. Musofirdan telefon oldim uka, mana shu o'zim Amerikada yashayman, o'zim Xitoyda yashayman uka. Agar ish qilaman desa elbi 8 tasiga pul bermay qo'yishaveradi. Bu degani elbi 35 million. 35 million. 35 million bonus o'lyapti. Bonus elbi telefon qilsin. Agar bunaqa video qachon ko'rgansizlar? Bitta kommentariy yozib o'tib ketinglar. Agar 8 ta bonus kim qilib bergan? Qaysi videoda qilib bergan? Qani bundan keyin ko'ramiz akalar. Like-ni bosinglar. Molani ber. Ha, bular sotildi, bular sotilgan. 6 oni ber. Qayerga ketdi bular? Toshkentga berdi. Toshkentga ketdi. 4 million 400 ming so'mdan
4 million 400 ming. Bir klientimizga qilib berdi. Kilolari shu 55 dan 60 gacha chiqdi. 60 gacha tortildi, Ha, to'g'rimi? tortib, Tortib hamma aytindi egasiga. Ko'rsatdi 4 million 400 mingdan. 4 million 400 ming so'mdan shu 55 kilo. Oldi 58 59 kilo, 60 Oldi kilo. 58. Lekin mashinalar 60 kilodan oshiq aylanadi. Charchovlari chiqsa, to'g'rimi? Charchov chiqsa. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, yana albatta bizni like bosib chiqib ketinglar. Yor birodarlarga akalar jo'natib qo'yamiz videoda. O'tkazgan vaqtlaringizga rozi bo'lasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi so'nggilarga ko'rsatib qolamiz.